Alo. Toshkentga srochniy 4 ta odam 1 millionda 1 ta ekam yo'q. Nega? Chunki menda benzin, bagaj bombosh. Yo'lda metankada to'xtamaymiz, oshxonaga to'xtamaymiz, hojatxonaga to'xtamaymiz, Primet Toshkentga to'xtaymiz. Ismi to'xtasin. Ba'da ko'chada Komil deyshadi. Komil desa men boraman. 3 soat kirib qo'yaman. Bo'pti. Komil. Qalaysan? Toshkentdan kelib olgan zakaz oldingmi? Ha? Teraval bek yo'qmi? Terima senlarga beka, biz ko'pchilarga ochib. Nima bitta ko'zim bek. Nima bo'ldi? Birov urdimi yo birasi kirdimi? Yo'q, men ko'p borib kelaman Toshkentga. Uxlagani vaqti yo'q. O'shuning uchun mana ko'zimda navbat qilib uxlayapman. Hozir kelayotganimda o'ng ko'zimni uxlab, chap ko'zimda meni keluvdim. Hozir bu dam olyapti, sekinroq gapir, uyg'onib ketmasin, qarani quriryapti. Eslayapsanmi? Uyg'otib o'rmagin, endi qaytishdan nabarat alishtirib minib ketaman, dam oltirib. Bo'pti, gaplashamiz. Aka, nima keldi bu yerga? Sinfdoshlarim bilan oshimiz bor aka, yeb olaylik, ketamiz. Tezroq ketamizmi? Zarratda ishim. Siz bilan 3 ta bo'ldi klient aka, yana bitta olaylik, ketamiz aka. Klient otangdan ulug'. Klient bilan obod ko'but, gad bo'lsa ham vayronadir. Klient qadam qo'ymas ekan, tunikadir ko'but ham aka. Hozir. Nima yig'layapman ona? Ha, bu oshni ham yaqinda o'zimiz avtosalonlardan Xitoy mashinasini 57 mingga oluvdi. Hozir 24 mingga so'rashyapti, 6 ming emasdan. Shunga jinni bo'lib qoldi, saqlab turib oldi bu. Manchi o'zi bilan o'zi gaplashyaptimi? Bu oshni ham 100 mingdan oshiqqa BMW olib keluvdi. Hozir 56 mingga so'rashyapti. Shunga o'zi bilan o'zi gaplashib, o'ziga baraka qilib sotyapti mashinasini. Nega qo'yib? Bunisi-chi, tilyapti-yu. Ha, bu o'zimiz ko'bulchi oshnam. Ikkalamiz o'tgan oyda bir xilda 12 mingdan ko'bul topib chiqdik. 1 million kilometr yurdi. Toshkentga rosa kerak qilib, oxiri 14 mingga 1000 foydali sotyapti. Shunga xursand. Kamera komil ko'bult bo'ladi. Ammangiz aytgan bola menman. Qaysi mashinani yaxshi ko'rasiz? Cobalt. Bo'ldi, menga yoqdingiz siz. Qana mashinada yurasiz hozir? Matiz. Bo'ldi, matematikasiz ekanda. Srochniy Toshkentga chiqib ketishimiz kerak. Bironta Cobalt gaplashing. Cobalt, Toshkent 6,5 soat shu yerda o'tirib turing-da. Shu Toshkentga borib kelgan birga ujun qilamiz. Narsa zakaz qilmoqchi edik-ku. Sumalak zakaz qilib qo'yganman. Mana 6,5 soatda pishar ekan, undan pul olasiz. Voy, buni kodi-chi? Cobalt bu kuzov nomeri.